Roviydan rivoyatlar. Bir tilanchi va to'n hikoyasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bir to'n hadya qilingandi. Kunlarning birida tilanchi ul zotning eshiklarini taqillatib, biror nima sadaqa qilishlarini so'radi. Ul zot: "Ey Oysha, o'sha to'nimni unga chiqarib bering" dedilar. Oysha to'nni eshikdan kelgan kishiga berib yubordilar. Tilanchi o'sha to'nni bozorga olib borib baralla: "Ey odamlar, Rasulullohning to'nini kim oladi?" deb baqira boshladi. Shu vaqt bir ko'zi ojiz kishi uning ovozini eshitib, qullaridan biriga: "Sen borib Rasulullohning muborak to'nlarini so'ragandan ortiq pul berib sotib ol. Agar ulgurib sotib olib kelsang, Allohning vajhi uchun ozodsan" dedi. O'sha qul birinchi bo'lib to'ni muborakni sotib olib, Mavlosiga olib kelib ozod bo'ldi. Mavlo to'nni qo'llariga olib: "Ey Robbim, Rasulullohning hurmati bilan va ul zotning to'ni muboraklarini haqqi mening ko'zimga nur ber. Qorong'ulikdan meni ozod qil" deb yolvorib duo qildi. Allohning izniyle uning ko'zlari ko'ra boshladi. Ko'zlariga nurni qaytargan zotga hamdlar aytib xursand holda to'ni muborakni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga ko'tarib olib borib: "Ey Allohning rasuli, bu mendan sizga hadya. Buni qabul qiling" deb bo'lgan voqealarni aytib berdi. Ul zoti babarakot kuldilar, hatto muborak tishlari ham ko'rinib ketdi va Oyshaga yuzlanib: "Ey Oysha, bu to'nni ko'ring. Bir kambag'alni boy qilib, bir qulni ozod qilib, bir insonning ko'zlariga nurni qaytarib, yana o'zimizga qaytib keldi" dedilar. Roviydan rivoyatlar.